Hoji aka, hammani xudo xolasa yaxshi kunlarga, to'ylarga, qurbon hayitlarga so'yish nasib qilsin. Xudo xolasa albatta. Har kimda uyda mana shu buqadan bo'lmaganda 10 tadan bo'lsin, 20 tadan emas, 10 tadan bo'lsin. Siz ham niyat qilgan ekansiz, 2 dona yetkizgan ekan. Albatta, ha, albatta, xudo xolasa. Ayog'i orasi akalar 1 metr bo'lib ketibdi. Mana uniki 70-80 sm atrof bo'lib ketibdi. Bu molda akalar gapirib qo'yish oson, lekin buni katta duh kerak deydi-yu. Mana bak, Hoji aka, u yelkasi Xudo xolasa, qo'lingiz yetmaydi albatta. Old tomoni 3 qarish keladi, orqa tomoni akalar endi metrda ishoninglar. Mana qarang. Mana ukasi bo'ladi 1 tonna atrofida. Bozorda ba'zi redki chiqib qolganda, "O" deb vahima qilib yuboriladigan mol o'zi mana shu bo'ladi. Mana bu molni bozorga chiqmaydi bunaqasi. Bir karim polvon qo'ydi $10,000 deb urikidan ham kattaroq sotiladi. Biz endi $10,000 shaharda yashamaymiz-ku. Mana, mashalloh. Bizda so'mga sotiladi bular, ha? Bizda so'mga sotiladi, xudo xolasa. Hoji aka, bularni endi videoda oxirigacha ko'rishsin Hoji aka, ha deng. Xudo xolasa. Narxini o'ta go'zal qilib berasiz. Bo'ldi, ko'rsin, ha, albatta. Buni ukalaridan bor, hammasini. Dumba savar degani mana shu bo'ladi. Xudo xolasa, qarang, qo'ydi dumbasini sigar orqasidan olsangiz ham bo'laveradi. Mashalloh. Akalar, laykni bosamiz. Muhdim buni qiziqishga baxtik. Hali odamlar angus bo'lami, hali negativchilar manaqa bo'lami. Xudo xolasa mollardan ham ko'rsatamiz, baxyapmiz. Xuddi shunaqa bo'lsa, xudo xolasa, ulardan qizillardan ham ko'rsatamiz. Gap yo'q. Akalar, laykni tinmay bosaverasizlar, biz sizlar uchun chiroyli xizmat qilib beramiz bugun. Muhdim mana haligi boy akalar istab yurmasin deb qiynalib, yaxshi niyatda qurbonlikka baxt qo'ydik. Xudo xolasa. Chitkabayda. Chitkabagida. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Hoji aka, hali angus bo'lami degan obzorchilarga ham va negativchilarga ham ko'rsatib qo'yasiz. Mana angus juda bo'ladi mana. Endi to'xtang, men kichigini ko'rib, hali maqtanishi ham bo'lib qolmasin, mana kattasini ko'ring. Kattasini ham nima qilay, bo'ynini quchoqlab turaymi? Qo'lingiz yetmaydigan. Buni qarang aka. Hoji aka, kulki emas, xudo xolasa qarang. Hoji aka, oldida kichkina patsoscha bo'lib qoldi-ku ularda. Ay, bular xudo xolasa spes baqilgan Muhdim. Niyat qilgan akalarimiz qurbon hayitga yoki yosh ko'chatidan baqaman deganlar, Hoji aka, bizda nafaqat angus. Bu tomonimiz ham to'la mollar, xudo xolasa. Albatta, xudo xolasa, mashina ukalarida mana rossiyskiysdan 4 dona bor Muhdim. Nariyog'imiz yo'q-a? Keyingi videolarga xudo xolasa. Yo'q, bor, u yog'ini ham qo'yamizmi? Ha, mana bittasi maqa kiryapti, mana ular sherigi. Mana. Ratni bilan hayda. Ketdi. Yur. Xo'p, Hoji aka, bu yoqda Qirg'iziston shvedlari shekilligan. Bu yoqda ha, Qirg'iziston shvedlari. Mahalliy shvedlardan ham bor. Mahalliylaridan ham bor. Xudo xolasa. Mana bu yerda 4 ta cho. Narxi ham Muhdim. Ha. O'ta qiziq bo'ladi, xudo xolasa bularni. Yondirishga, xudo xolasa. Yondirishga, ya'ni oldi qochtisi yo'q. Bo'ldi. Hoji aka, yurishaversin. Kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, videoda oxirigacha ko'ring, layklarni bosamiz akalar. Muhdim boshlab qoramiz. Keyin o'noqlarga o'tib, keyin anguslarga mana bu ko'rsatib qo'yamiz. Oxiri anguslar kelamiz, ha? Xudo xolasa. Narx-navosi tevarak atrofdan yengil bo'ladi. Xudo xolasa. Muhdim mana 4 ta to'qalidan baqaman degan 4 xilidan mana. Ha, sort 4 xil. Sort. Sort 4 xil. Angus Mickey Mouse, Sharale, Greenford. Mana sementali Greenford ekan, nari Greenford mana. Mana Greenford, nari sementali Greenford akalar. Albatta. Bularni ham narxini sirasiz aytib olamiz Muhdim. Xo'p, manzilni aytib olaylik, Hoji aka. Assalomu alaykum. Tashqachilib qoldik. Hoji aka. Bugungi juma ayyom muborak qutlug' kelsin. Barchaga xayrli, barakotli kun bo'lsin. Salomlashishdan ham burun molga o'tib ketib qoldik, mol o'lsin deydi albatta. Mol topiladi Hoji aka. Albatta, yaxshi niyat qilgan aka-ukalarimizga xudo xolasa yaxshi mollarimiz bor Muhdim. Baqib maza qilishsin xudo xolasa. Bugun barchasini bugungi juma ayyom muborak qutlug' bo'lsin. Kelayotgan qurbon hayiti bilan barchasiga muborakbod etamiz. Mana shunaqa qurbonliklarni 7 kishi bo'lib so'yish nasib qilsin har bir. Inshaalloh. Hali oshno'g'aynilar. Nimalarga? Oshno'g'ayni hammasiga. Akalar, Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumani Qorasuv shaharchasidaman, ya'ni arzonchi, optimchi Isomiddin akamizdan sotiladigan buqalar. Hoji aka, bitta omonat bor, mana salqinga o'tingda. Bo'ldi. Bilsangiz, bitta sharxonlik, bitta yog'och bilan shug'ullanadigan Hoji akam bor, ismi Muhiddin akam. Ha. Ilgari kuni mollarni qo'ydim, ko'rgan bo'lsangiz. Yo'q, ko'rmadik to'g'risi. Nimaga deng? Asha borib qo'yib keldim. Ilgari kuni chiqqan. Men Isomiddindan xursandman dedi. Bir joylarga borib keldim dedi. Endi qaytligini aytish shart emas. Bir joylarga borib keldim. Oxiri kesam dedi. Ertaman sahar bomdod kelib hamma 5 ta 10 ta qilib ajratib olibdi. Astapkasidan 15 ta olganman dedi. Ha. Ashi mollar hozirga mashinga 2 barobar o'tib ketganda. Ashnaqa. U odam aytganda telefon qildi menga. Telefon qilib rahmatini aytdi. To'g'ri aytyapsiz. Oxiri keldim dedi. Menga qaysi moda o'di tanlamasdan. Hamma ajrat bo'lgan ekan dedi. Hamma ajrat bo'lgan ekan. 15 tami olibdi. Ha.
15 tacha olib, 16 milliondanmi 9 tasi qolgan dedi. ekan shunda. Ana shunaqa qisqasi 30 milliondan 30 million tepasida sizni nomeringizni so'radi keyin. Muhudinni nomeri deb. Qisqasi mana shu mollarimiz yengil qo'yib yuboramiz Muhudin. Hozir orqalarini ko'rsatib olay. Ha, orqalarini ko'rsating. Mana sharali. Akalar Mickey Mouse, Greenford tozasi, mana sementalga Greenford. Xo'p. Mana men qarang. Mana shu mollarimizni asha siz aytgandek 30 million deyishyapti. Bizda 30 million narxlar ertaga bo'lib qolyapti. Mashalloh. Mun qarang, hozir aka nech puldan endi bular bir joyga olsa to'rovini. Mana shuni to'rovni bir joyga olaman degan obunachilarimizga hayotga xayirli bo'lsa 25 million so'mdan berib olamiz. 25 milliondan. Ko'ring. 25 million. Endi ichida farqi nech puldan nech pulgacha qiladi? 24 dan 27 gacha bo'ladi endi maydalaydigan bo'lsak. Qorasini o'zini 30 demaymiz, qorasi kattaroq 20 o'zini olaman desa 27 million. Aha. Narigisi 26 million, 24 million misol mana sharalari 24 million mana o'zini olaman desa. To'roni 25 milliondan bitta yaxshi narx bo'ldi. To'qal 3 oy ham. Ketaveramiz aka. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Ko'ring, Xo'p, akalar mollar emas Muhudin. Aha. To'roq ham to'qal. To'qol mollar. Xudo xolasa. Ammo bitta zagon ekan, hali qo'shilmagan demoqchiman. Ha, mana yana bitta zagonimiz bor kichkina. Undan keyin u yoqda bor. Bo'lmasa o'taylik ularga ham, hoji aka, buni yengil aytib qo'ydik. Bo'ldi. Bularni birinchi rossiyskidan tugataylikmi yo? Rossiyskidan mahalliylarni uraylikmi? Akalar, bu yerda yana rossiyskiy mollar bor, ularni ham ko'rsatamiz. Mana hurmatli obunachilar, sekin kichrayamiz. Inshaalloh hozir yana bitta katta partiyamiz ichiga tushib oldik. Ikkita sementala. Bular semental bo'ldi, ikkovi. Semental ikkovi. Mana akalar. Ammo bu badanni pokizaligini qarang. Gilamlarni hoji aka. Ha, qisqasi boquvchi odam, qiziqqan odamlarga ko'llari yuvib, tozalab qo'yganmiz haligi. Norka to'qilib qarang, hammasini bir dona bo'qi g'ubori yo'q. Mana. Xudo xolasa. Hoji aka. Bular ham normalniy pasmas. 120 ga olishaverar ekan, mashq qilmay qolishi mumkin. Mana olamiz. 1.19 chiqadi bu ham, 120 chiqmasa. Zato kichkina chiqadi-ku. Hoji aka, 6 boshmi? 6 bosh bu yerda. Qanaqa kelishamiz? Qaysinisiga qanaqa yo optim aytamizmi? 6 boshni bir joyga olaman degan aka-ukalarimizga qisqasi 4 tasini 26 milliondan berib yuboramiz. Sementallardan tashqarimi? Sementaldan tashqari. Mana ikkovini 30 demaymiz, 29 milliondan. Mana shu ikkovi akalar. Mana ikkovi ajradi mana semental. 29 million so'mdan. Ha, 30 million emas, 29 milliondan. Lekin bular semental haligi ko'rib qimmat negativchilar baribir hammada bor-ku. Yo'q, endi unga e'tibor bersangiz, mol chiqarmas. E'tibor bermayman. Mana ikkovi sementalimizni 30 million emas, Muhudin 29 milliondan bitta joyga olaman deganga. Ketaverdi? Ha, mana ularni 26 milliondan berib yuboramiz. 26,5, 27, 28 demaylik. Juma aksiyasi deb qo'ydik. Dastlabki bir joyga olsa ketaverdi, sizdan. Dastlabki bir joyga olsa ketaverdi. Xudo xolasa. Mana bu mollarni. Ha, hammasini bir joyga olaman desa, Surxondaryo, Qashqadaryoga ham qo'yib beramiz. Ketaveradi bu? Ha, so'zsiz. Qachish yo'q deydi-yu. Hoji aka, endi mana razmeringizda kattalik qilyapti deganlarga nima qilasiz? Bular kattalik qilyapti deganga bitta kichkinasi bor, 20 pastida ma'da. Mo'tamonda 4 dona kichkinasi bor, mana shularni ham qo'yib beramiz endi to'rog'ini. Akalar, Xudo xolasa. 20 million pastiga mol topish hozir Rossiyada ham yo'q degan narxlarga bu ko'rsatib qo'ydingiz-a, bu sementallar ikkovini. Yaxshi tanib olishaveradi mana. Akalar, screenshotini olib tashlang, onlayn ham savdo qilaverasiz. Masofa uzoq bo'lsa, lekin iloji boricha kelsa ustida, ha, ko'rib olgan yaxshi. Mana o'zi yuvib tozalab salomatchiligi Xudo xolasa bizda bir haftada 2 haftaga o'tkazib qo'yamiz. Yangi qilindi. Endi mana 2 haftaga bo'ldi. Qurban hayitgacha. Ha, Xudo xolasa. Qurban hayitgacha. Ketdi. Mana yana akalar sementalchalar bor. Hozirgi sementallarda o'zim katta qilib olaman degan varianti bo'ldi-da, bu yerda ham qarang. Yana 2 bosh semental. 2 bosh avlikolidan. Ashnaqa. Bu avlikolam akalar sementalga ozgina gibridlashganmi? Xollari bor, bunaqa qizil xollari. Mana oppoqqina ekan. Mana sementalcha. Ha, Xudo xolasa bular hammasi Rossiyadan kelingan. Aha. Ha. Buni Anguslar ham Rossiyadan kelganmiz. Buni oldin Angus qo'yganimizda Mash zagonda chiqqan. Aynan mash turgan zagonimizda. Mash yerda chiqqan. Ashpayti 800 kilo atrofida, hoji aka. Ashnaqa 750 kilo, 800 kilo atrofida shekilli adashmasak. Tortib ko'rmagandik, lekin o'zingiz mana xolis bu. Hoji aka oldin uyda Angus bahmagansiz-a? Yo'q, oldin uzoq bahmagan, Angus bahmaganmiz. Mana endi bilib oldingiz probasini. Bizda bu fermada 400-500 ga yaqin mol baqilgan, naq ko'proq qirg'iz mollar baqilgan. O'tgan yildan boshlab rossiyskiga o'tib ketdinglar, sizlar. 3 yil bo'ldi. 3 yildan beri. 3 yilni buyog'ida rossiyskiga o'tib ketdik. Hoji aka, men qarang. 1 2 3 tasi 1.5 ga yaqin bir plus aytamiz. Bitta 1.5 plusi ham bor ekan. U nari chekada sementalimiz kattaroq ekan. Ikki oqqa bitta narx ayting. Juplashib olsin. Ikki sementalchalarga bitta narx ayting, hoji aka.
Yo'q. Hammasini to'roni bir joyga olaman deganga 20 emas, 19 milliondan beri olsin. 4 Ularni joyga ham? bitta labodi jo'natib yuboramiz. Maqa jo'natib yubor desa, to'roni. 19 milliondan ketaveradi. 19 milliondan ketaveradi. Endi kattasi kichigi ichida hozir bunisini 18 million, bunisini 22 million deb narx qo'ymaylik. Qiziqqan akalarimiz bir joyga mol qilib olaman desa, ha, to'rog'ini bir joyga 19 milliondan qilib beramiz. Mana, 19 million so'mdan akalar ketdi, xudo xolasa. Mollarda mana salomatchiligini ko'rib turasiz. Yurganda ham kavsh qataryapti. Rostdan. Ya aka, Dorilarni, ukollarni ham bularda asobiy pit dorilarga ukol qilinib o'zidan ko'rsiz-ku, qo'ni no'rkami yuvib qo'ydinglarmi dedingiz. Qo'ni yiqilib turibdi. Tozada, xudo xolasa tozalandi. Nimaga bizdan olgan odam maza qilsin? Mehnatini qilsa bo'ldi haligi. Mehnatini qilsa, ha, xuddi shunaqa. Xo'p, hoji aka, endi shvedlarimiz bor. Shvedlarimiz bor. Ularni ham ko'rsataylik. Ularni ham ko'rsatamiz, keyin anguslarni bitta turgizib turib, Yurgizamiz ham. yurgizamiz ham. Kasal molni chiqarmayaptimi deb qolmasin obunachilar. Ha, hoji aka. o'ylanib qolishmasin. O'ylanmanglar, akalar, mana anguschalarimiz yotibdi, dam olyapti. Sababi vес og'ir. Hozir tosh ustiga dur aytamiz, xudo xolasa bilganimizcha oyog'i bilan ko'raylik. Akalar, va'da qilingan shved buqachalarimiz mana bu yerda bitta bonusi ham bor. Qarang, mana bitta bonusi ham bor. Hammasini olganga shuni qo'yib beramiz, qo'shib beramiz. Qaysilarni olish kerak sharti? Sharti endi Nechta mol olish kerak? 10 ta mol olsa bitta qo'shib bera olamiz. Ketaveradi? Ketaveradi. Voy mashalloh. Akalar Muhidi emas, lekin pulimiz ozroq degan odamlarga mana ko'rib olavering, Muhidin mana 13 millionga berib yuboramiz mashina mana. Voy doston oshnam mana. 13 millionga. Bitta oshnam rasmsizlardan mana qilib oldi. Mana bellarini ham bitta ko'rib qo'ying mana. Mashina 13 million so'mga berib yuboramiz mana. Mahalliy mollardan akalar. Mana 13 million. Endi mana men qarang, bunga sherik qilib uni 15,5 millionga bo'yi ham menimcha 1.10 chiqsa kerak, chamam to'qol variant mana. Bunisini 15,5 millionga. Lekin uni oladigan bo'lsa, 14 dan qisqasi hammasi bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta olaman desa, katta kichigiga 18,5 million so'mdan bitta joyga berib yuboradi. Mana qirg'iz mollar. Ha, mashlar. Olgan odam ham maza qilsa mana uni отдельный ham olib borasiz, men qarang mana Qirg'iz. Bu Qirg'iziston mol ekan. Qirg'iziston, men qarang. Bu mollarni chorva mollar ekan o'zimizni. Mana shu 6 tani bitta joyga olaman desa 18,5 milliondan berib yuboradi. Agar yo'q, yakkalab olaman desa, uni ham qo'shaylik. 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta. Mana kichkina qo'shilmasdan men 4 kattadan olaman deganga 19,5 milliondan, 20 ham emas. Uni ham bonus qilib bering endi, ey. Ha, mana buni bonus qilib beramiz buni mana, ko'ring. Shved istagan mana gibrid shved deydiganiga ham mana bunisi 60 singari. Juda kuchli narsa ekan. Bunisini ham 30 million demaymiz Muhidin, 29 ham demaymiz deydi nimada. Yo'q, yengil. 26 million so'mga bera olamiz buni. 26 million. Yana 1-200 ming so'm har zinnati kelishib oladi. To'qol to'rttaligimiz nech pul chiqdi mana zagondagi? 25 dan beramiz dedi. 25 hamdan dedi, 25 million so'mdan bera oladi. Xohlasa ashlarga juplab yuborsin. Xohlasa qo'shib olarsiz. Qo'shib olsa ketaveradimi? Ketaveradi. Qo'shib olsa, o'zini olsa 26 million so'm. Sababi yujina kattaroqda bu. Bu kattaroq, o'zi keyin bo'yni ham hamma yo'q, men qarang, haqiqiy местный shved mol mana. Bu bunaqa mahalliy savayskiy shvedlardan. Men qarang, bu to'ni biz o'zimiz shvedlardan qizil nima. Oyog'ini ham qarang. Bo'yni, oyog'i, hamma yo'g'ini ko'rib ko'rasiz mana. Akalar bir 800 kilolik, 900 kilolik qilib Xudo xolasa, baqib rahmat aytadigandan mana ko'ring, molni o'zi kichkina mol emas. Bo'ladigan xudo xolasa. Kelajagi bor. Bo'yi ham 120 dan kam emas shekilli xudo xolasa. Katta, hojaga. 120 dan kattami? Biz to'g'risi metr solmaymiz. Siz manaqa desangiz. Sortiga. Sortiga manaqa 120 deysiz, 120 deymiz, 130 deysiz, lekin 130 ham chiqar shekilli. Ishtahasi o'zi bilan akalar. Ha, qorinlari, orqalari hamma yo'q ko'rib qolsin. Buni mashina o'zini olaman deganga 18 million so'mga berib yuboramiz. Dumi kaltachi? Dumi kalta 2 oyga 20 dan bera olsin. Ular 20 dan. Ha, 2 on olsa 20 dan, mon olsa 18 million, mon olsa 19,5 million, narigini olsa 15,5 million, nariga 13 million so'm. Xolasizlar shuni hisob kitob qilinglar akalar. Qisqasi qo'yib, hammasini chasi 18,5 million so'mdan bitta joyga baraka. Yo'q, bizga kattasini ham qo'shib ber, u bu deydigan bo'lsa, unda 21 bo'lib qoladi-da. Xohlasa olsin. Xohlasa olarsin. 20 dan ashini ham qo'shsa 20 dan olarsin. 22 ham emas bo'ldi. Barakasini bersin. 20 milliondan olarsin. Kattasini ham qo'shib bersin deydigan bo'lsa, 20 million so'mdan yana olib borib beramiz. Yana ziynatga o'tib beramiz. Xudo xolasa. Akalar, bexayr emas. Xo'ja akamiz inshaalloh juma aksiyasi qilib beraman deb kech chaqirgan. Men o'ni mollar unchalik tasavvur qilmovdim, xo'ja aka. Xudo xolasa bo'yi kichkina emas, men qarang, mana 15,5 qo'ygan mol. 1.10dan 1.17, 1.18 gacha chiqadi. O'rtacha 1.15 olsin, plus minusi bor bular. Ha, hammasini olaman degan joyga 18,5 million so'mdan ketaverdi. Ha, mana bu shved buqamiz 26 million so'mga bera olamiz. Ketdi. Xohlasa qo'shib olsin 25 milliondan nariga. Endi anguslarni ham bitta ko'rsatib qo'yaylik turgizib unda. Xudo xolasa akalar, oyoq qo'l ishlaydi, ko'rib ma'lumotini olasizlar.
Bir akangiz bitta suratga olib qo'ysa. Andijondan kelibdi, niyat Keling. qilib qo'yibdi-deng. Keling. Keling, turing. Mana. Akalar, sizni ko'zingizga qanaqa mol ko'rinyapti-yu, hozir tonnali molni realnisini ko'rasizlar. Ko'zingizlardan inshaalloh Angus boqqani chiqayotgan yo uyida Angus boqayotganlarga bitta motivatsiya bo'lib qoladi. Hada, tur. Keldi qarang. Mana bu turay desa, qarang mana. Xudo xolasa men qarang. Men bo'yim 1.67 bo'lsa, mana ko'rib qoladi. Bo'yi kichkina emas. Xudo xolasa 1.5 metrdi ya, bu yoqqa shekilli-yu. Keling jonivor, turing. Ha! Yurib qo'y. Ke. O, ko'rdingizmi, tepalarini olmadingizmi? Cho. Oldimda, men qarang. Yuringchi. Hosh. Yurishlarini qaranglar. Polpon qilib aka. Hada. Men qarang, Muhiddin, Xudo xolasa Alloh barakasini bersin. Cho. Mana. Voy, mashalloh. Hozir aka, rekordda. Xudo xolasa, albatta. Buni ko'ring. Mana. Biz bunisini bunday ko'rib qoladi, mana bo'ynini ham, hamma yo'g'ini. U yelkaga bitta qo'l qo'yib qo'ying-da, hoji aka, kurak. Yelkagami? Qo'l kurak tepasiga, mana. Bu yelkaga bir qarchingiz yetmaydi ekan, mana Muhiddin. Orqa 70 chiqadimi orqa? Xudo xolasa chiqsa kerak. Buni ko'ring. Lekin eni ham o'zi 70-80 chiqsa kerak menimcha. Mana uniki ham akalar bir, mana uniki chiqar ekan 60-70 o'zi. Men qarang. Mana hoji aka. Endi kiring o'rtasiga bu mollarda. Bu mollar qarang, aynan bu yuvosh mollar, mana bu mollar o'ta yuvosh bo'lar ekan, katta ekan sari. Men qarang, Muhiddin mana bular. Yurma yoqqa. Oldin. Hoji aka qurbon hayitida baxt turaveramiz bularni. Xudo xolasa baxt berilaveradi. Kelib olaman degan akalarimizga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Mollar men qarang, kichkina mol emas. Hoji aka, uni qo'lga ko'payda oling-da. Molni tayadimi? Ha, yo'q, urmaymiz, men qarang. Mana oyog'idan oyoqqa do'rimda cho'payda o'lchab bering, keyin qarishlab qo'yamiz. Ketib qoldi. Tek. Qo'qatda kalta. Qo'qdi, mayli. Qo'ying hoji aka. Qiynamaymiz. Menimcha adashmasam avvalo Xudo 90 dan 1 metr shekilli menimcha. Akalar, mana bir qarang. 2, 3, 4. 4 qarshi. 23 dan bo'lsa ham 92 da. 90. Mashalloh. Oma o'zini mashg'ulot deplab yurib, hoji aka taxminim bo'ldi. Tushunganingizcha kilo qo'yingchi mashg'ulot. Xudo xolasa 1 tonna 200 ga yaqin. Xudo xolasa 1 tonna 100 kilo tepasida, Xudo xolasa. Ana. Ha, mol. 1 tonna 200 kilo tepasi deyishyapti-yo, 1 tonna 200 ga yaqin. Xudo xolasa. Orqaga bitta o'tinchi hoji aka. Ha, bu yoqqa qo'ysam qo'yib turing. Ko'rinmay qolamiz mana. Qani? Xudo xolasa. Mana. Angus baqaman degan akalarimiz mana Angus baqa olsin qarang. Motivatsiya bitta. Xudo xolasa, albatta. Mana qarang. Suyagi yo'q, bu yana bitta mol qo'shib sotadi bu. Xudo xolasa. Akalar, Alloh qurbonlikka qodir qilsin, 7 ta bo'lib. Sotmasin, tarqatsin insonlarga. Albatta, qarang, suyagi yo'q-da, lahm go'sht tarqatishadi. Aka, mana chotni qarang, orasini kattaligini. Bitta katta buqa kirib ketadi orasiga, ishonavering. Xudo xolasa, mol qarang, sonni ham suyagi yo'qib ketganda. Mana hoji aka. Molimiz salqinga jildiraymi? Yo'q, yuraversin. Narigini ham bitta ko'rsatib olaylik hoji aka, buturaversin. Uni bitta joyga olib kelamiz keyin. Kichkina emas-da, mol qarang. Hoji aka, buni narxini aytib qo'yaylik, kattasini. Narxini berishaveradi. Qancha? Muhiddin, bir pachka desak bo'ladimi? 120 million. Ha, 120 million emas, 10 million ziynatni 110 million so'mga olishaversin mana. To'g'ridan? Ha. 110 million so'mga akalar. Lekin kichkina emas, haligi ko'rmasdan turib telefoningizni kichiklik o'ynar ekanda, mana 1 tonna 200 ga yaqin Xudo xolasa. Buni mashinaga yuklashni iloji bormi? Xudo xolasa eplab chorasini qilib beramiz endi, yetkazib beramiz aytgan manzilga. Yoki mashina qilib olsa ham bo'ladi qurbonligini agar. Bemalol. Xolasa sharoitlar bor. Sharoitlar bor-da. Agar mana kelajagi hoji aka, bu ham 2 yil baxtsiz bo'ladi akalar mashinchalik. Yo'q, bizda sharoit yo'q, baqib tursin desa, baxt berib turaveramiz ham. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Lekin o'zi 1 metrdan kam emas shekilli, men qarang. Hoji aka, mana 1 metrdan kam emas shekilli. Qo'l orasimi? Ha. Mana akalar, qo'l orasi. Mashalloh. 1 metrdan kam emas shekilli, Xudo xolasa. Endi oyoqdan oyoqqa qadar hisoblasa shunaqa bo'ladi. Mana shunisi o'z tonnaga yaqin bo'lsa kerak, Xudo xolasa. Ha, bu asha, siz aytgandek tonnaga yaqin emasmi? Lekin narigi mol buni to'sib qo'yar ekan baribir. Ha, u endi kattada o'zi Rossiyadan o'zimizga spes o'zimiz olib kelganmiz buni. Mana, bu qaranglar akalar. Ikkoviga yana ikkita buqa qo'shib so'yib olaveradi, ariqroq. Buqalari bo'lsa. Xudo xolasa so'yaman degan buqa qo'shib oladi. Yaxshi niyatda qurbonlikka olishsin. Xudo xolasa Alloh qodir qilsin har bandani. 7 kishi bo'lib mana shuni so'yishib olsin. Inshaalloh. Bunisiga necha pul? Ukasiga. Bunisini 100 million, 90 million demaymiz. Bunisi ham 1 tonna ekan. Bunisiga 75 million berib olib ketaveradi. 70 millionga bersak-chi. Hamma yo'q ziynati bo'ladi-da. Lekin
Yaxshi narx muhidi. Yomon demadim, keling. Yangisi yo'q o'zi. 1 tonna chiqsin, 70 Xudo xolasa million 1 so'm. tonna chiqsin, 1 tonnadan ham ko'p chiqsin ilohim. Xudo xolasa. Hojaga beraveringizmi 70 ga? Ikkovi 180 70 ga. million bo'ladi. 70 ga jinni bo'lib Bo'pti, ikkovini xayriga. Bo'ldi, bo'ldi, ikkovini xayriga beraveramiz. Ketaverammi? Gap so'z yo'q. Ikkovini bir joyda oldim ikkovini bir deganiga. joyga olaman Mana degan. kuraga. Aka mana uni. 4-kurak chiqarib. Ash 3 yashar ekanda mana. Mana 4-kurak endi 4 chiqarib kurak akalar. chiqaribdi endi. 4-kurak. Nargisi ham shunaqa bo'lsa kerak, a? Ammo tishini ochib ko'rmadi-yu, ham mana shunaqa bo'lsa kerak. Gap yo'q. Lekin ukalari mana ukalari ham qarang. Bo'lajak. Xohlasa. Bo'lajak mana shunaqa buqalar. Hojaga nargini mana orqasiga o'tkazib oling. Qazini orqasiga. Nargini mana orqasiga. Yo'q, yo'q. Nariyani kallasidan. Naradan men haydab qo'ysam keladi. Salqinga o'tib qoladi hojaga. Yo'dan. Xo'sh. Ha, naraqa qarasinmi?